Assalomu alaykum. Bismillahirrohmanirrohim. Qiyomat va oxirat. Imom Abu Homid G'azzoliy. Albatta, siz uchun oxirat saodati dunyo farog'atidan yaxshiroqdir. Zuho surasi 4-oyat. Muqaddima. Boqiy va abadiy bo'lgan zot Alloh taologa cheksiz hamdu sanolar bo'lsin. U o'zidan boshqa barcha mavjudotlarning o'lishlarini istadi. Kofirlarni va gunohkorlarni qabr azobi bilan albatta jazolaydi. Bandalari dunyo va oxirat saodatiga erishishlari uchun ularga payg'ambarlari vositasida amrlarini va taqiqlarini yetkazdi. Bandalari oxiratda azob yoki mukofot olishlarini ularning dunyoda qilgan amallariga bog'liq qildi. Oxirat yo'liga kirib, roziligiga qovushishni o'zi tanlagan va suygan bandalarga oson qilib qo'ydi. Alloh taolo suyukli rasuli Muhammad sollallohu alayhi vasallamga, u zotning oila a'zolariga va sahobai kiromlarga salovat va salomlar yuborsin. Olamlar Robbi ularning ismlarini mo'min musulmonlar orasida mo'tabar aylab, e'tiborga sazovor qildi. Bilingki, barcha narsani tiriltirgan va o'ldirgan Alloh taolo Oli Imron surasining 185-oyati, Anbiyo surasining 35-oyati va Ankabut surasining 57-oyatining maoli sharifida har bir jon o'lim achchig'ini totguvchidir deb marhamat qilgan. Shu tariqa olamlarning uchta ekanini bildirdi. Dunyo olamiga kelganlar albatta o'ladi. Malakut va jabarut olamiga kelganlar ham albatta o'ladi. Bular dunyo olamida yashovchilar, insonlar bilan birga quruqlikda, suvda va havoda yashaydigan hayvonlardir. Malakutiy bo'lgan, ko'z bilan ko'rib bo'lmaydigan olam, ya'ni bu ikkinchi olam farishtalar bilan jin toifalari yashaydigan olamdir. Jabarutiy bo'lgan uchinchi olam esa farishtalardan tanlanganlarining olamidir. Bu to'g'risida Qur'oni Karimda bunday marhamat qilingan. Alloh farishtalardan ham, insonlardan ham elchilar tanladi. Haj surasi 75-oyat. Ana shu uchinchi toifa jabarut olamining ahli qarabuylar va hamalatul arshni ko'tarib turuvchi farishtalar va sudoqoti jalol ahli bo'lganlardir. Anbiyo surasining 19-20-oyatlarida bunday deyiladi. Osmonlar va yerdagi borliq unikidir. Allohning huzuridagi zotlar, farishtalar uning ibodatidan orlanmaydilar va charchamaydilar ham. Ular tunu kun sustkashlik qilmasdan Allohga tasbih aytadilar. Alloh taolo ularni mana shu oyat karima bilan madh etdi. Ular juda sharafli bo'lib, jannat bog'larida kezurlar. Bular Qur'oni Karimda bildirilgan bo'lib, sifatlari keltirib o'tilgan. Ular haq taologa yaqin bo'lishlari va makonlari jannat bog'chalari bo'lishlariga qaramay baribir o'ladilar. Ularning Alloh taologa yaqinliklari o'lishlariga mane bo'la olmaydi. Aziz birodarim, men senga oldin dunyo o'limini anglatay. So'zlarimni tinglash uchun yaxshilab quloq sol. Agar Alloh taolo va uning rasuli sollallohu alayhi vasallamga, qiyomat va oxirat kuniga iymoning bo'lsa, so'zlarimni anglarsan. Senga insonlarning bir holdan boshqa bir holga qanday o'tishlarini naql etib, ularning vasflarini aytib berurman. Bu so'zlarimni Qur'oni Karim oyatlari va sahih hadislar tasdiqlaydi. Inson o'lgach, uning dunyo hayoti tugaydi. Oxirat hayoti boshlanadi. Oxirat hayoti 3 qismdir. Birinchi qism qayta tirilgunga qadar bo'lgan qabr hayoti. Ikkinchisi qiyomat kunidagi hayot. Uchinchisi esa jannat va jahannam hayoti. Bu uchinchi hayot cheksiz va abadiydir.